Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari boshchiligida 2026-yil 13-mart kuni xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi darajaga ko'tarish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilishga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2026-yil 1-apreldagi PF51-son farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi tizimida murojaatlar bilan ishlash samaradorligini oshirish, aholining ariza va shikoyatlariga sabab bo'layotgan tizimli muammolarni tahlil qilish va ularni manzilli hal etish bo'yicha ishchi guruh tashkil etildi. Joriy yilning may oyidan boshlab ishchi guruh tomonidan Yoshlar ishlari agentligi tizimida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni hamda tegishli normativ-huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan talablarga rioya etish holati o'rganilmoqda. Yoshlar murojaatlarini joyida hal etish uchun 8992 ta mahallada faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilari orqali har bir mahalla, xonadon kesimda yoshlarning muammo va qiziqishlarini aniqlashga qaratilgan tizim yaratildi. Xususan, raqamli mahalla tizimida mahalladagi yoshlar yetakchilari mahalla yetiligining eng faol a'zolaridan biri sifatida yoshlar bandligi, ijtimoiy himoyasi va iqtidorini qo'llab-quvvatlash choralarini to'liq raqamli shaklda amalga oshiradilar hamda mahalladagi 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan barcha yoshlarning ijtimoiy ahvoli va qiziqishlari tizimga kiritiladi. Ko'makka muhtoj yoshlarga beradigan ijtimoiy, iqtisodiy va moliyaviy yordamlar onlayn platforma orqali shaffof shaklda rasmiylashtirib boriladi. Murojaat qilish jarayonida nogironligi bo'lgan shaxslarga qulay va to'siqlarsiz muhit yaratish, ularning murojaatlarini erkin qabul qilish maqsadida agentlikning fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'yicha 20 ga yaqin mas'ul xodimlari, vazirlik va idoralar xodimlari uchun imo-ishora muloqoti va surdo tarjimonlik ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha kurslarda o'qitildi. Hududlardagi barcha murojaatlar bilan ishlovchi mutaxassislarning yuristlar malakasini oshirish markazida davlat organlari va tashkilotlarining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ish olib boruvchi xodimlar malakasini oshirish kurslarida o'qitildi. Shuningdek, yoshlardan kelayotgan murojaatlarga sun'iy intellekt orqali javob beradigan 24 ga 7 tartibda faoliyat yurituvchi 1093 raqamli call markaz doimiy faoliyat yuritib kelmoqda. Tizim murojaatlarni mustaqil qabul qila oladi, mazmunini tahlil qila oladi, tegishli javoblarni shakllantirib, tezkor javob beradi hamda analitik hisobotlar yaratadi. Bu esa murojaatlar bilan ishlash tezligi, sifati va shaffofligini yangi bosqichga olib chiqadi. Jumladan 2026-yilning o'tgan davri mobaynida jami 29273 ta, kunlik o'rtacha 136 ta qo'ng'iroqlar qabul qilingan. Operatorlar tomonidan 2041 ta qo'ng'iroqlarga qayta aloqa orqali bog'lanilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasini tasdiqlash hamda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 2026-yil 20-apreldagi PF66-son farmonining 19-b bandi ijrosi yuzasidan yoshlardan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nomiga kelib tushayotgan murojaatlar bilan ishlash, ularning har tomonlama to'liq va xolis o'z vaqtida ko'rib chiqilishini ta'minlash maqsadida joriy yilning 20-iyul sanasidan Yoshlar ishlari agentligi qoshida yangi institutsional tizim nazorat guruhi faoliyati yo'lga qo'yildi. Agentlik direktori va o'rinbosarlari tomonidan shaxsiy va sayyor qabullar muntazam tashkil etib kelinmoqda. Jumladan 2026-yilning o'tgan davri mobaynida jami 48 nafar fuqarolar shaxsiy qabullari tashkil qilinib, taklif va muammolarining ijrosi ta'minlandi. Shuningdek, agentlik direktori va o'rinbosarlari tomonidan aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish hamda yoshlarning taklif va muammolarini joyida chiqqan holda o'rganish maqsadida respublikaning eng olis va chekka hududlarida jami 20 ta sayyor qabul tashkil etildi. Sayyor qabullarda ishtirok etgan 1200 dan ortiq yoshlar tomonidan jami 301 ta murojaat kelib tushgan. Joylarda hududiy rahbarlar tomonidan jami 102 ta tuman shaharda sayyor qabullar tashkil etilib, unda 10 mingdan ortiq yoshlar qamrab olindi. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligiga murojaatlar quyidagi manbalar orqali kelib tushadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti virtual va xalq qabulxonalari 1093 qisqa telefon raqami, info@yoshlar.gov.uz elektron pochtasi, gov.uz yoshlar veb-sayti hamda agentlikning rasmiy ijtimoiy tarmoqlari orqali kelib tushadi. 2026-yilning o'tgan davri mobaynida 11785 ta murojaatlar qabul qilingan bo'lib, ularning 3671 tasi talabalarning to'lov kontrakt xarajatlari, 1659 tasi yoshlar daftariga kiritish, 1244 tasi yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni ish bilan ta'minlash, 838 tasi yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarga yordam ko'rsatish, 733 tasi tadbirkorlik faoliyati uchun dasturlar asosida imtiyozli kreditlar, 643 tasi
Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga o'quv kurs to'lovlariga moddiy yordam. 641 tasi yoshlar faoliyatiga oid loyiha, tanlov, musobaqa, ta'lim grantlari va stipendiyalar. 622 tasi kompyuter va asbob-uskuna olish uchun subsidiya. 333 tasi haydovchilikka o'qitish va guvohnomalarga to'lov hamda 272 tasi harbiy xizmat to'lovlariga moddiy yordam bilan bog'liq murojaatlarni tashkil qiladi. Sohaga oid masalalar joylarda o'z yechimini topmaganligi tufayli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasi orqali Qashqadaryo viloyatidan 1548 ta, Toshkent shahridan 1074 ta, Andijon viloyatidan 1069 ta, Surxondaryo viloyatidan 936 ta murojaatlar Yoshlar ishlari agentligiga kelib tushgan. Umuman olganda, agentlik tizimida yoshlar tomonidan bir qator manbalardan turli xil mavzularda kunlik murojaatlar yo'llanib, ushbu murojaatlarning yechimi bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.